Salom hurmatli talabalar. Endi biz bugun 12 barmoqli ichak, duodenum haqida gaplashamiz. 12 barmoqli ichak ingichka ichakning boshlang'ich qismi hisoblanadi, ya'ni ingichka ichakning birinchi qismi hisoblanadi. Asosan uning galatopiyasi, skritopiyasi va sintopiyasini har bir vrach bilishi muhim, chunki og'riq bo'lganda, ya'ni shu sohada yara yoki yallig'lanish bo'lganda, uning lokalizatsiyasini bilish juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Qizilungash 12 barmoqli ichakning galatopiyasi ikkita sohaga to'g'ri keladi. Birinchisi Rigio gipoxondrika dextra, ya'ni o'ng qovurg'a osti sohasida uning ko'proq qismi joylashgan bo'ladi va undan tashqari Rigio umbilicalis, ya'ni kindik sohasida ham mana bu qismi, ya'ni uning gorizontal qismi ko'proq joylashgan bo'ladi va qisman uning pastga qayrilgan mana qovuzdoq qismi ham shu sohada joylashgan bo'ladi. Skritopiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni skritaga nisbatan joylashishiga ko'rsatadigan bo'lsak, 12 barmoq ichakning to'rtta qismini tafovut qila olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni umurtqalarga nisbatan. Birinchisi pars superior qismi, ya'ni yuqorgi qismi, mana bu qismi. Bu qismi asosan 12-ko'krak umurtqalari va birinchi bel umurtqalarida o'ng tomonda joylashgan. Orqa tarafdan ko'rganimizda mana 12-ko'krak umurtqamiz va birinchi bel umurtqalarimizga to'g'ri keladi. Uning yuqorgi pars superior qismi. Endi pars descendens qismi, ya'ni uning pastga tushuvchi qismi, mana bu qismi joylashgan qismi skritopiya bo'yicha L1 bilan L3 umurtqalariga parallel holatda o'ng tarafda joylashadi. Ya'ni L1, L2 va L3 umurtqalariga to'g'ri kelar ekan. Va pars horizontalis qismi mana bu qismi. Ya'ni ko'rganinglar. 3-bel umurtqalasining to'g'risida joylashadi, mana ko'rib turibsiz. Va pars ascendens qismi, ya'ni ko'tariluvchi qismi. Mana bu yerga to'g'ri keladigan qismi. 4-qismi. Bu qismi asosan 2-bel umurtqasiga to'g'ri kelar ekan. Bu skritopiyasi edi. Va sintopiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, boshqa a'zolarga nisbatan joylashishiga to'xtaladigan bo'lsak, 12 barmoqli ichagimizning boshqa a'zolarga nisbatan joylashishini ko'rib chiqamiz. Demak, yuqoridan jigarning kvadrati, ya'ni lobus quadratus qismi bo'lagi bilan yaqin joylashgan bo'ladi va oldingi tomondan esa o't tufagi, mana vezikula biliaris. Va orqa tomondan umumiy o't yo'li va darvoza venasini ko'rishimiz mumkin. Sintopiya bo'yicha mana venamiz va umumiy o't yo'li. Bu pars superior qismining sintopiyasi edi, ya'ni yuqorgi qismini. Endi pars descendens qismi, ya'ni tushuvchi qismiga e'tibor bersak, orqa tomondan o'ng buyrak unga qarab joylashgan bo'ladi, mana ko'rib turibsiz. Oldingi tomondan ko'ndalang yo'g'on ichakning kolon transversum qismi, ya'ni tutqichi. Boya olib tashlagandik, mana bu qismga to'g'ri keladi. Mana. Va keyingi qismi pars horizontalis qismi, orqa tomondan qorin aortasi, ya'ni aorta abdominalis, mana ko'rib turibsiz, to'g'ri keladi. Va past kavak vena cava inferior, ya'ni pars horizontalis qismiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari demak, 12 barmoq ichakning qon ta'minoti haqida gaplashadigan bo'lsak, 12 barmoq ichakning ikkita arteriya qon bilan ta'minlaydi, ya'ni aorta abdominalisning yuqorgi qorin poyasi va pastdan esa arteriya mezenterika superior yoki yuqorgi tutqich arteriyasi qon bilan ta'minlaydi. Demak, birinchi yuqoridan qon bilan ta'minlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bilamizki, yuqorgi qorin poya arteriyamiz aorta abdominalisdan chiqqandek o'zini ko'plab tarmoqlarni berar edi. Mana shu tarmoqlardan bittasi umumiy jigar arteriyasi, arteriya hepatica communis bo'lardi. Bu jigar arteriyamiz ham o'zidan juda ko'plab shoxlar chiqardi. Shu shoxlardan birinchisi, mana bu yerda mana shu shoxdan birinchisini chiqardim. Nomi arteriya gastroduodenalis, ya'ni birinchi tarmoq. Bu ham 12 barmoq ichakning va oshqozonni ma'lum bir qismlarini qon bilan ta'minlashda qatnashadi bu arteriyamiz.
Endi bu arteriyamiz ham o'zidan ikkita tarmoq chiqaradi. Birinchisi 12 barmoqchakni proksimal qismini qon bilan ta'minlaydigan orqa shoxi va ikkinchisi esa oldingi, ya'ni qizilo'ngachning orqa proksimal va oldingi proksimal qismini qon bilan ta'minlaydigan ikkita tarmoq chiqaradi. Mana bu tarmog'imiz lotinchada aytadigan bo'lsak, arteria pancreatico duodenalis posterior superior yoki o'zbekchada tarjima qiladigan bo'lsak, me'da va 12 barmoqchak arteriyasini quyidagi tarmoq hisoblanadi. Orqa yuqorgi me'da osti bezi va 12 barmoqchakning arteriyasi hisoblanadi. Va ikkinchisi old yuqori me'da osti bezi va 12 barmoqchak arteriyasi. Mana bu uchinchisi. Raqamga qo'ydik. Arteria pancreatico duodenalis anterior superior. Bu 12 barmoqli ichakning orqa va old proksimal devorlarini qon bilan ta'minlaydi. Va bu tarmoqni o'zi ham o'zidan ramus shox chiqaradi. Mana bu qismda mana ko'rib turibsiz. Ramus anterior va ramus posterior mana. Bu qizilo'ngach 12 barmoqchakning pastga tushuvchi qismini qon bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari arteria mezenterika superiordan chiqadigan yana bitta tarmoq bu. Bu mana bu bilan anastomoz hosil qiladigan. Bu qon tomirimiz arteria pancreatico duodenalis inferior hisoblanadi. Demak, 12 barmoqli ichagimizni 3 ta arteriya qon bilan ta'minlar ekan. Demak, yuqorigidan biz aytib o'tdik. Arteria pancreatico duodenalis posterior superior va arteria pancreatico duodenalis anterior superior. Va pastdan esa arteria pancreatico duodenalis inferior arteriya qon tomirlari 12 barmoqchakni qon bilan ta'minlaydi. Endi vena tizimiga keladigan bo'lsak, xuddi shu nomdagi venalar 12 barmoqchakni qon vena qon oqimini ta'minlaydi. Ya'ni vena mezenterika superiorda quyiladi bu yerdagi venalar mana shu nomdagi va orqali portal venaga qon quyilar edi. Innervatsiyasini boya aytib o'tdim. Sayyor nervlar, ya'ni nervus vagusning poyalaridan chiquvchi kalta va uzun shoxlar 12 barmoqchakni innervatsiya qilar edi.